Kelin. Qayerdasiz? Bitta choy damlab yuboring. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Abrorjon, ke bolam, qachon kelding? Hozir keldim. Bechara keliningiz charchab yotibdi. Nima qilibdi? Nimadan charchabdi? O'zingizni bilmayotgandek tutmang dada. Becharaga kun bermayotgan ekansiz-ku. Qachon men unga kun bermabman. Ertalabdan kechgacha xonasidan chiqmasa, Keliniz bu yoqda qiynalib ketdim desa, siz bu yoqda bunaqa gap gapirsangiz, qaysi bittalarga ishoning dada? o'chir ovozingni. Shu kelib xizmatingizni qilib turgan bo'lsa, ha deb shu keliningizni gapiravermang. Bechorani so'kar ekansiz. Kelinga unaqa qilmasdingiz-ku. Odam ajratmang. Ey bola, og'zingga qarab gapir. Men hali xotiningni so'kkanim yo'q. Bo'ldi qiling dada. Qo'ysangizchi bunaqa gaplarni. Abror, dadam nega ovozingni ko'tarib gapiryapsan? Aka, odamni charchatordilar-ku. Har kuni shu ahvol. Uyda bechora xotinimga kun yo'q. Abror, agar dadam seni charchatib yuborgan bo'lsalar, o'zim bilan birga olib ketaman. Yuring dada, ketamiz. Tavba qildim. Endi o'z uyimga ham sig'masam. Qarigan chog'imda bu darajada xor bo'laman deb o'ylamagan edim.